Bolam tinchlikmi? Bu bilan chaqdimi? Sevgidan kuydim men dada. Qayerga kuydi? Nima bo'ldi? Prikol qilmang dada. Yo, bez prikol nima bo'ldi, bolam? Sevgan qizimni boshqa bola bilan ushlab oldi, представляешь? Qo'ya, shunga siqilasanmi? Yo, meni nimam kam o'sha bo'ladi. Oshiq, senda ko'p. Qo'y, bolam, siqilma, xonangga kir. Onangga aytaman, yig'ishtirib qo'yadi. Tozalab qo'ysam bo'ldi. Ha, tozalaydi. Sen sindiraver, onang tozalaydi, onang nimadir. Xayrli tong sevishganlar. Kompot o'g'lim qayerga? Sevgilim bilan uchrashuvga. Kechirdingmi? Gaplashdim, prosta qo'lidan ushlagan ekan, lekin yoqmabdi. Qizga yoqmabdimi? Yo, bola aytdi, yoqmadi dedi. Men ketdim. Sevgilim oldiga sevishib kelay. Yana qizi zapal bo'ldi. Voy, dadasi oynani sindirdi shunisiz. Ko'char shu muzikangni ye. Nima bo'ldi yana so'ltama? Aynan men. Sevgan qizim begona erkak bilan dachaga chiqib ketibdi, bozorlik qilib. Shu dacha qancha ekan hozir sezonda? Prikol qilmang dadam mayli. Bo'ldi, jonga ham tegdik, sen bir sevmay ekan. Seni dastingda mana ona bichadan qara. Har kuni uyni yig'ishtiradi, hamma narsani sindirding. Halo, o'g'lingiz zo'r bo'ladi. Kim bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Qachon bo'ladi? Ikki sog'lom hayot. Hello, Toshkent. Ha, kompot o'g'lim, yana kechirdingizmi? Kechirdim. Belidan ushlamoqchi bo'lgan ekan. Nima qo'z? Chinnimisiz? debdi. Kim aytibdi? Yana bola aytibdimi? Yo, sevgilim. Ah, xudoga shukr. Men sevishib kelay. Shunisiz kimga tortdi? Radonda nita tortgan. Ha? Aksher nita tortgan. Kompot bo'lam sinmaydi u. Nimaga sinmayapti buningiz? Ya uydagi hamma oynalarni sindirgandan keyin polni akvaromlardan qo'ydirdim. Ana shovqining qo'shnilarga eshitilyapti ekan. Bu romlarda eshitilmaydi. Baquvvat romlar, ishonchli romlar bu. O'ylama, yana nima bo'ldi? Yana zapalmi? Sevgan qizimning rasmlari Telegram kanalida tarqab ketibdi. Voy, bo'lay sharmanda. Qaysi kanalga? Да, любимая. На дома? Сейчас? Сейчас ухожу. Dada, men sevgan qizim bilan uchrashuvga chiqib kelay. Ya soat kechki 1 bo'ldi. Qayerda ko'rishasan? Klubga chaqiryapti. Bemalol gaplashamiz deyapti. Men ketdim. Qaysi klub aka? Shaxmatchilar klubimi? Balla qizlar klubimikin? Yayra kitobxon klubimi? Ya soat 1da qaysi klub ishlaydi? Faqat o'sha klub ishlaydi turmasi bor. Odam emasman qol desam, odam emasman qol desam. Bolangizni moshinchada uchiraman, gelikmi, Ferrarimi xohlaganda uchiraman. Xolbek, Tursun? qalaysan jo'ra, ishlar yaxshimi? Ishlarim yaxshi emas. Kreditlarim bor, pul yo'q, qiynalib ketdim jo'ra. 15-vaqting qanday? Nimaga? Amakim bilan uchrashtiraman, bir ikkita maslahatlar beradi senga. Amaking kim? Jo'ra G'aniyev, millioner. Jo'ra G'aniyev, millioner? Ishon shunaqa maslahat beradi, ishlaring zo'r bo'lib ketadi. Yo'q. Ha, Farid, qandaysan? Olbek, yaxshimisan jigar? 15-kun toqqa chiqyapmiz bolalar bilan. Chiqasan? Mani vaqtim yo'q. 15-kun Jo'ra G'aniyev bilan ko'rishyapman. Kim u Jo'ra G'aniyev? Millioner. Dachani narxini so'rab kelgin-da. Nimaga? Yescha sotib olishim mumkin. Davay, ishlarga omad. Ukam qarab ol. Assalomu alaykum. Nima xizmat aka? 15-kun Jo'ra G'aniyev bilan ko'rishyapman. Millioner bilan. Shu uchrashuvga normalnilik qilib ber, ukam. Bo'ldi aka. Akajon, hozirda premium brend do'konimizda barcha mahsulotlarga 70% chegirma e'lon qilganmiz. 70%? Mana masalan, mana shu shimimiz 880 ming turgan bo'lsa, hozir 250 mingga tushdi, 70% chegirmada. Mana shu futbolkalarimiz 645 ming edi, hozir 70% chegirmada. Любой futbolkani 200 ming so'mdan olasiz. Mana shu turetskiy oyoq kiyimlar ham 70% chegirmada. Mana misol mana shu krossovkamiz 1 million 800 bo'lgan bo'lsa, hozir 70% chegirmada 550 ming so'mga olasiz. To'g'ri. Endi siz jo'rakamni oldiga ketyapsiz. Sizga italyanskiy oyoq kiyim kerak bo'ladi, to'g'rimi? Italyanskiy. Mana qarang. Mana bu italyanskiy oyoq kiyimimiz 4 million turgan bo'lsa, hozir 70% chegirmada 1 million so'mga olasiz. Davay bitta chotki look qilaylik. Nega qizlar qilishadi mani g'iybatim, chunki ularga yo'qadi zo'r kelishgan qomatim. O'ziga rom etadi mana husnu malohatim, zamonaviy boyfriend man, boyvuchcha. Qalay? Lo'kom qichiqmi? Jo'ra G'aniyevni oldida uyalib qolmaymanmi? Voshshi zo'r.
Oo, ko'rinishing avjigabi, jo'ra. Qancha ekanlar? Kelyaptilar hozir. Vallahi yaxshimisizlar. Amaki boring, hozir sherigingizga berdim. Ichasizda siz. Jo'ra G'aniyev amakim shu kishi bo'ladi. Jiyan yaxshimisan? Amaki yaxshimisiz? Mana shu o'rtog'im birikta maslahat bering ishlariga. Shumi millioner? Ha, 1 million pensiya oladi millionerda. Ha, bitta maslahat beringchi. Tak, maslahat de. Adam gazini bosish kerak to'xtamasdan. Qanday? Yana bitta bering. Intiluvchan bo'lish kerak, tirishuvchan bo'lish kerak adam. Eveliksiz. Men shu uchun malluk qilib keldimmi? Jo'rag'ayevning ahvolini qara. Tishini qara mana. Yerga tegdi, ha? Ha, ishbat traktor qiziman. Shuni ham yeri oldi. Yurardi parkda men bilan. Sen bilan ham. O, men bilan yurgan. Qodir Qulovni bolasimi? Qorim bor edi. Beklar unga zor edi. Ot demasman menga. Jo'ra bu velikni qayerdan oldi? Bilmayman dodar. Bu yoqda bir gap bor. Men buni tagiga yetishim kerak. Dodar, Qudratilla domla уже 4-siga uylandi. Sen bu domlaga hazillashib ham bevaman dema. Nimaga? Senga ham uylanadi. Bunga beva bo'lsa bo'ldimi, nima balo? Yana domillo. Qodir Qulov bolasi. Bu ladomi? Qayerdan oldi bu? Jo'ra buni dadasi damkom. Pensiyani yeyaptimi deyman haqlikni. Buni tagida bir gap bor, men tagiga yetaman. Bu qachon ochadi, qachon ichamiz? Ocha, qarzga ichmaymiz, pulni beramiz. Qodir Qulovni bolasini qara. Nima qo'lidagi? Yo'q, уже перебор, Jo'ra. Уже надоелись. Yur. Yurasan bu yoqqa, sen Qodir Qulovni o'lasan. Qodir Qulovni o'lasan. Sen oshmadingmi? Kecha Velikchada o'tding, indamadim. Ladochada o'tding, indamadim. Bu nima taklifnomani? Antaliyaga dam olishga ketyapman men. Antalya Turkiyami? Ha? Shundan dashtmi? Shundan dashtmi? Ya bu Turkiyaga pilotlarni oldigami? Ha? Yo'q. Yonyapman men, qayerdan oldik biletni? Katta Qo'rg'on shaharda oldim, tetik turdi. Agar xohlasangiz sizlarga ham olib berishim mumkin. Bo'pti, men ketdim. To'xtash. Damshi. Men ertaga Turkiyaga bilet olaman. Pilotlarning oldiga primoy boraman. Sen shatda turgan ko'chada ertaga kelaman. Ko'ramiz. Sen shuni adashtmi? Tu merimmi tu? Sarmanda qilyapti. Sarmanda bachar. Meshat. Mana. Hozir quloqda o'g'li qara ko'rib qo'y, biz Turkiyaga bilet oldik, ikkita kichan sotyapti. Shu biletmi shu? Ha nima bu? Kulma. Buni qara, tog'i bor ikkita, quyoshi bor, dengizi bor, plyaj, cho'mil, massa. Katta odamsiz, yo'qmisizlar? Qanaqa qilib oddiy qog'ozga yozib ishonmaydi. Sen nima deyapsan? Tavba. Sen nima deyapsan? Kim loq deyapsan? U aka bizni maqtadi. Nima dedi? Chumolar dedi. Vishi chumo dedi. Biz vishi chumo ekanmiz. Hech kim vishi chumo bo'la olmas ekan-ku. Chumo bo'lib shunaqa yuraveringlar, xo'pmi? Mana men yana ketib turdim, onam uchun umraga bilet oldim. Sizlarni. To'xta aka. Nima? Qara, bizni ham senga havasimiz keldi. Biz ham ota-onamizni umra safariga jo'natsak bo'ladimi? Bilet olib bera olasanmi, aldamaydimi? Yo'q, aldamaydi, voy. Unda bizni ham olib bor. Bo'pti, ota-onalar uchun. Yuringlar. Nafta. Beringmi? Nafta. Shu beringmi? Zo'r gap yo'q. Qodir Qulovni o'li senga gap yo'q. Malades, zo'r bacha ekansan. Endi bitta gapda odamlarga hasad bilan emas, havas bilan qarashga o'rganinglar. Bo'ptimi? Sog' bo'lasizlar. Ayo, bo'ldi. Bunaqa qarashib o'rganamiz. Karkidonkallar kostyum shimini qayerdan olgan? Shu aytdim-ku, otasi shu pensiyani yeb yotibdi-da, jo'ra. Buni o'ylasa odam demaydi. Men chunki borga 85-yil. Maksim konsertiga borganimda buni otasi meni parod qilgan. Qorim bor edi. Assalomu alaykum akajon. Qaysi mashina yo'q? Tanlab beraymi akajon? Nima mashina tanlolmaydigan chumaga o'xshayapman, ha? O'zim tanlay olaman. Men tanlab berishing shart emas, tushundingmi? Bor yo'q. Akajon qanday? Mashincha yoqdimi? Moshincha zo'r aka, faqat pulim kamroqda. Plyus kammi? Mayli 20% to'layman, olib ketavering mashinani. Rosta. Ha-da. Uka, 20% deysanmi? Menga ham qilib ber shunaqasida. Ke? Kim gapiryapti?
Kim gapiryapti? Aksado bormi bu yoqda? Kim gapiryapti? Yuring akajon, men faqat sizga beraman. Jamilaning jamolini. Assalomu alaykum aka. Nima bo'ldi? Nima siqilyapsiz? Moshina olishim kerak akajon, avtokreditga, lekin Samarqandlik emasman-da. Nima qilibdi? Qayerdan siz? Surxondaryodanman. Nima qildi akajon? Biz butun O'zbekiston bo'ylab mashina kreditga beramiz. Bitta pasport bersangiz bo'ldi. Rosti. Ha? Xudoga shukr. Uka, men ham Samarqandlik emasman-da, menga ham berar ekansan-da. Yo'q, sizga bitta narsa beraman. Nima? O'ynab yurasiz, mazza qilib o'ynab yurasiz. Kreditga hech kim bermagan, men sizga kreditga beraman o'shani. Nima u? Bitta narsada ko'rasiz. Menga bitta narsa emas, moshina bering. Senga mashina beraman, senga bitta narsa. Aka, necha yilgacha kreditga berasizlar? Akajon, bizning Grand Auto kredit kompaniyamiz 1 yildan 5 yilgacha любой mashinangizni kreditga beramiz. Ha, ko'chadan ham любой mashina tanlasak olib berasizlarmi? Ha, Damas'dan Kamazgacha tanlang, любой olib beramiz. Samolyot kerak emasmi? Olib berasizlarmi? Ha, Cristiano Ronaldoga men olib berganman. Samolyotdami? Yo, obro' e'tibor. Ukajonim, mehribonim, iltimos menga mashina qilib ber. Davshav nechta bu? Sen chumomasiding-ku, zo'rading-ku sen. O'zing tanlovlarding-ku. Xo'p, chumoman, bo'ldimi? Chuma bo'lsang, davay ishni qil ukam. Jamilaning yo'q, qo'yib yuboring, qo'yib yuboring. Bu yoqda gapni eshit, uka. Mana shu pulni ol. Menga bitta mashincha qilib ber, iltimos, uka. Radnoyim, sizga mashin kerakmi-da? Любой mashinani tanlang, men sizga qilib beraman. Bo'ldi, uka, qilib ber. Shepim. Yo'qqa. Nima ish qilyapsan? Shunasi? Halol ishlar deb men senga o'rgatganmidim? Yo'qol bu yerdan bugun. Qorayni ko'rma. Pishdimmi? Ket bu. Maqsadingiz shumidi? Shumidi maqsadingiz? Mana pulingizni olasiz. Berib o'pman. Pulni ber. Ota, birdan Sergili moshin bozoriga borsak bo'laychi-ku. Muxtasaqir bolam, necha yil mol bozorda yurding? Molda yurdingmi? Bitta hafta salondan mashina olsang nima qildi? Qara. Bu yerda chevalaringni unut. Qishloqdanligini bilmasin. Faqat Toshkentcha gapir, tushundingmi? Ota. Sen onangni men qo'shing kim terdi seni? Ya o'zi shunaqa, ota. Sen ishqilib Toshkentga kelib o'zgarmagan bo'lsang bo'ldi-da. Termadingmi ishqilib? Yo, kel mashina ko'raylik. Yo, o'zi ochilaygan. Kim ochdi eshikni? Yo, kim ochdi eshikni? Men tushunmadim aka, mana eshikni kim o'zidan o'zi ochyapti? Assalomu alaykum. DMZ avtosaloni mehmonlarni hurmat qiladi. Bizda eshiklar o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Bu mo'jizami? Bu jo'rakana bu qayoqniki akajon, bu Italiyami? Bildirib qo'yapmiz-ku, Toshkentcha gapiraylik. Bildirib qo'yamizmi? Nima deyapsiz aka? Bunaqa eshiklar biz uchun xunday. Ana bu uyimizda molxonamizga ham shunaqa eshik qo'yganmiz, qo'yxonamizga ham qo'yganmiz. Bizga bitta zo'r mashincha ko'rsatib yuboring. Alloh qo'yli. Avval qo'yaylik, aka. Aka, bizda xohlagan turdagi mashinalar bor. Agar xohlasangiz Strekka qo'shnilarni to'lab 10%, 25 million to'laysiz, qolgan 4 yil davomida to'lab borasiz kreditga. Ya musafa qiling jabya bacham. Bu akalaring qara nima debdi? 4 yilga bizga kreditga traktor bermoqchi. Traktor emas, trekker. Viloyatdan kelganmiz, bildirib qo'yapsiz. Men bilabman. Men ham kelmadaman. Rosta bu trekkerchani uyga olib boraylik. Traktor qilib ishlatamiz. Addu! To'g'ri yo'q bo'lib ko'zga ko'rinma. Sen qo'shingni qara. Va xalajamdan keyin gaplashaman. Aka, xohlasangiz elektromobillarni ham kreditga berishimiz mumkin. Beryapsizmi? Ya bu nima qilyapti? Bu nima qilyapti? Aka, mashina sizga moslashni o'rganyapti. Menga o'rganmasin. Biron kun tashlab ketaman, qiynalib yuradi. Sanani Zulfiyaga o'xshab. Zulfiyani tashlab ketsam, Ey, qizig'ini aytaymi? Ey, qizig'i bu tokda yuradi. Ado, o'zi. Olovza deysan, uyda svet yo'q. Televizor ko'rgani. Buni qanday zaryadga qo'yamiz? Xullas, DMC avtosaloni istagan mashinangizni bitta pasport evaziga kreditga olib beradi. Aka, xohlaysizmi? Ko'chada любой mashinani toping, birga savdolashib kreditga olib beramiz. Seriozmi? Seriozmi? Davay olamiz. Bo'pti. Lekin sizga bitta savolim bor-da, aka. Boyatdan beri o'g'lim deyapsiz, bular sap-sariqsiz, qop-qora hech o'xshamayapti-da. Qarachi. Yig'laysizmi? Rostdan men Murod qassobga o'xshayapti qo'shnimga. Men 3 yil Rossiyaga ketgandim-da. Sen qo'shningga ham bekorga terma, bir xil ikkalasi.